alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki Jalaquduq filiali hamkorligida Andijon viloyati Jalaquduq tumani Qo'shterek MFY 8871 konturda amalga oshirilgan bo'lib, bu yerga ekilgan kartoshka mahsulotlari maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 1200, eni 900 bo'lib, bu yerga ekilgan ekinlar har hafta sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilmoqda. Hozirda yig'ishtirish ishlari olib borilmoqda. Qolgan qismida esa endi yig'ishtirish ishlari davom etmoqda. Bu yerga ushbu loyihaga 100 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali parvarishlash uchun bu yerda har bir dehqon xo'jaliklari tajribalarga ega. Hozirda bu yerga Muhtasham agrobiznes kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonnadan jami 180 tonnagacha hosil olish rejalashtirilmoqda. Keyingi yillarga esa bu 10 gektarda qo'shimcha 5 gektar kartoshka ekish ko'zda tutilgan.